Ne bu yoqqa keldi? Umuman ayolni ko'rsam, Hop. ana o'sha ayolga mana shu pulni olib borib bergan. Faqat mandanligini aytmagan, tushundingmi? Buna xarajatlar hozir kerak emasdir. Sen aytganimni qilgan, berib yubor, shunga bo'ldi. Assalomu alaykum. Menga qarang, Assalomu alaykum. mana bunichi sizga berib yuborishdi. Nimaga berib yuborishdi? Shunchaki olib qo'ying bo'ldi. Boya so'rashga imkon bo'lmadi. Nimaga ana qizga 10 ming dollar pul berib yubording? Rahmatli Baxtinur o'rtog'im ayoli bo'ladi. Eri olamdan o'tgandan keyin ikkita farzandga o'zi qaryapti. Erga tegmadi. Shuning uchun imkon qadar o'zim yordam berib turaman. O'rtoq, sen qilayotgan xarajatlarni ko'rib, bu oy normalniy minus bilan chiqamiz deb o'yladim. Hozir mana hisobotlarni tekshirib qarasam, yo'q, yaxshigina foyda bilan chiqamiz. Hozir o'rtoq bir minut onam telefon qilyaptilar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'zingiz telefon qilib qoldingiz. Yangi tavallarim kelyapti, bir duo qilib bering. Amin. Bolam ikki dunyoning xor qilmasin. Alloh kasb-koringga baraka ato etsin, ishlaringni rivojida bersin. Amin. Bo'shab olay, o'zim telefon qilaman. 2 soat bo'ldi o'z chiqqanimizga. Hozir duolarni oldin yana telefon qilyaptilar. Sen qanaqa maqomda bo'lmagan, baribir ota-onang uchun yosh bola bo'lib qovur ekansan. Assalomu alaykum, Hormeli. Ye? Kejiyan, o'tir va alaykum assalom. Siz oldingizga onam jo'natuvdilar. Ha, xabarim bor, opam aytuvdilar. Rahmat tog'a, o'til uyga mehmon bo'lib. O'rtoq, men hisobotlarni bitirib qo'yganman. Tezroq chiqsang, ishni bitirib kelamiz. Xo'p? Bola, ozgina pulim yetmayapti. Hali Andijonga ham dastaka qilib ketishim kerak. Bunga ozgina kelishtirib berasizlarmi? Aka, o'zi eng arzoni bizada bo'lsa. Arzonligini bilaman akalar. Yetmagan pulni keyingi safar kelib berib ketsam bo'ladimi? Aka, hatto 12 ta viloyatda dilerlarimizga ham siz olarkan naqd beryapmiz, kat yo'lladi. Tinchlikmi, nima bo'pti? Akam katel olayotgandilar. Ozroq pullar yetmayapti. Yetmayotgan bo'lsa, keyingi safar tashab ketadilar. Cho'tki qilib beringlar narxlarni. O'rtoq, sen bir minutga qarab menga. Tinchlikmi o'rtoq, ne chaqirtirding? Boyagi savoling javobsiz qolib ketdi. Ikkita odam rizq topaman deb ko'p harakat qilmasin deyilgan. Birinchisi ota-onasiga oq bo'lgan odam. U qancha harakat qilsa, baribir ko'karmaydi. Ikkinchisi bo'lsa o'rtoq, ota-onasining roziligini olgan odam. U mehnat qilmasa ham ko'karib ketaveradi. O'shaning uchun sen o'rtoq, bu yerdagi ishlarni o'ylamagan. Endi sizlarga savol. Haqiqatdan ota-onasini roziligini olgan odam kam mehnat qilsa ham shu baraka topadimi yoki baraka topmaydimi? Kommentariyada fikrlar qoldirsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Keyin bitta iltimosim bor. Like bosib, storylar qo'yib, bitta tarqatib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Ota-onasini yaxshi ko'rgan insonlar nechitamiz? Kommentariyada banglatamiz.